Assalomu alaykum hammaga, retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun tovada 10 daqiqada pishadigan pitsa tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Duxovkada pishgandan ham a'lo darajada chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb bir dona tuxum, 4 osh qoshiq smetana solib olamiz. Smetanali bo'lmasa, qatuvdan foydalansanglar ham bo'ladi, lekin qatuvdan foydalansanglar ozgina soda ham qo'shasizlar va 1 osh qoshiq mayonez qo'shib yuborasizlar. Tuxum smetanali massamizga 4 osh qoshiq unni elab solamiz. Bir chimdim razrxitselni ham elab solaveramiz. Razrxitsel ko'p bo'lishi shart emas, ozgina bir chimdim solsangiz yetadi. Yaxshilab aralashtirib, 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini ham solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Sal qolsa tuz esimdan chiqardi. Bir chimdim tuz solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa massa bo'ladi. Tovamizni qizdirib, ozginagina yog' solib, tayyorlab olgan xamirimizni quyib, barcha joylarini bir xil qilib tekislab olamiz. Olov o'rta olovdan ozgina pastroq bo'lishi kerak. 2-3 minut qizartirib olganimizdan keyin o'girib, qizargan joyga 2 osh qoshiq ketchupni solib, yaxshilab tekislab, tabiiyligiga qarab har xil nachinkalardan foydalansanglar bo'ladi. Men indeyka va pomidordan foydalandim va ko'proq eriydigan sir solib, qopqog'ini yopib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pishganidan keyin ustilarini xohishga qarab bezatib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Mana ko'rsatyapman. Xamirlari ham ingichka, yuqi bo'ladi, qalin bo'lib, pirog bo'lib qolmaydi. Ayniqsa bolajonlaringizga tayyorlab bersanglar, juda ham xursand bo'lishadi. Yoqimli ishtaha, sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.